Balıqning barchasi qayerga yo'q bo'lib ketdi. Ovlayapman, yo'mayo. Hey, nimaga baqiribsan? O jin emassanmi? Kasal-pasal emassanmi? Novik, nima bo'ldi unchalik baqirib? Qo'rqitib yubording-ku. Qarang, brat, baliqlarni ovlayapman. Ovlanmaydi, kelmaydi baliqlar menga. Nov, sening boshingdagi bitta sharik tushib qolgan yo'qmi? Kutasan-ku, u tez ham kelmaydi-ku. Sen kel degan bilan kelmaydi-ku. Hadi, qarashib baliqlar kelmaydi. Men o'ynamayman, ketdim. Hey, sen o'zing chaqirding-ku meni o'yinga. Jinni baribir keyinroq kiradi-ku. Ungacha men uxlayvering. O'ti. O'zi keng dalada bitta yolg'iz turgan ekan, uni ham yoqib tashlang. Novikning ketib qolganini aytaman-da, birga o'ynaymiz desam, na. Yo'q, yog'och ketmay qoldi-ku, yana olib kelamanmi deyman. Oradan 30 minut o'tdi. Vau, zo'r chiqdi. Hozir Nup kelsa hayron qolsa kerak. Shunaqa qilib yo'l qurib qo'ying. Yana nima yetishmas ekan? Oyna yetishmaydi-ku. Qumlar qayoqda edi? Topdim. Tak, keldim men, brat. Ey, brat, qayerga ketib qolding? Meni tashlab ketgani nimasi? Yo'q, yarim soatda uyg'ib tashlaganmi? Men faqat yarim soatga ketib qoldim-ku. Brat, men keldim. Xafa bo'laverib tashlab ketdim. Uyimni ko'rdingmi? Zo'r bo'lib turibdi. Novik, sen dalshi kavlay men uyimning remontini qilishga ketdim. Darovni Messi ish bo'lib qo'ygani nimasi? Brat, barchasini kovladim. Ishi qanaqa ekan qiziqyapman. Bu nima bo'la? Botski-ku gavno. Nup menga nima deyapti? Yana Botski deydimi? Men-ku senga uylarni qurib berib yurgan. Men undan ham zo'rini quraman, hali ko'rasan-ku. Hozir shaqtaga borib temir bilan ko'mir kerak va yana olmos topsam juda zo'r bo'lar edi. Men juda omadsizman, umrimda umuman olmos topmaganman. Tadam, вот настоящий uy deb shuni aytadi-ku. Ana uning uyi bilan mening uyimni solishtirganda mening uyim yetib ketadi-ku. Itting bolasi o'yimda yuribsanmi? Boya matematika ustasing qo'ng'iroq qildi-ku, kelibsan-ku. Tez darsingda qil. Chiq o'yindan. Ozgina o'ynayin, o'zi hozir kirdim-ku. Hozir chiqmasa xonaga boraman-da, nima bo'lishini bilasan-ku. Yomg'ir yog'ib ketdi-ku. Nima bu yoqda kimdir bo'lganmi? Kim bo'lsang-da addoshi o'zi fakil yo'q edi-ku. Ikkilasini birdan topdim. Endi olmos topsam zo'r bo'lar edi-da. Oppa, bomba uxlayapsanmi? Menda esa olmosli kiyimlar bor. Cho'tam, Davay bomba menga o'xshagan kurtkalar yo'q. Lani shunchaman vaqtlaning-ku. Shu boylarni umuman tushunmayman-da. Uning ham foydasi bor-ku. Masalan, temirning ham foydasi bor-ku. Lekin nima bo'lsa ham olmosning o'rni bo'lakda. To'xta, pastga tushishga bo'lmaydi. Agarda pastga tushsang, zombilar bor. Zombilar bor va boshqa maxluqlar ham bor. Yo'q, men to'pa emasman-ku. Nima bo'lsa ham barchasini bilaman-ku. Yo'q, sen to'g'ri tushunmading. U yoqda juda ko'p. Voy, nima bo'lgan? Ish bo'lganmi? Nimaga meni hech kim eshitmaydi? Ovqat berib ketish kerak edi. Bu olmos emasmi? Наконец-то men birinchi marta olmos topdim. Tak, hozir menga temir kirka kerak va uning uchun menga versak bilan pechka yashash kerak. Olmos topdim, наконец-то. Tez. Shunaqa paytda umuman bo'lmaydi-da shu. Наконец-то. Tak kirkani yasadim. Наконец-то da'vat etyapman. Umrimda birinchi marta olmos topyapman. Vau, juda yoqimli ekan. Tak, mana bu bombada olmos bormi? Kakras bosh kiyimga olmos yetmayotgan edi. Hey, sen to'xta. Tez ana bu ish olmosingni ber. Bermasang nima bo'lishini bilasan-ku. O'zim birinchi marta ushlayapman. Iltimos, bermay qo'ying. Yig'layver, menga baribir. Ber menga. Men hozir ishlamoqchiman. Mening olmoslarim nimaga bunaqa? To'liqday olmosni set bo'laman endi. Даже narsa yasab ulgurmadim. Umrimning ma'nosi qolmadi. Lavaga sakrab yuborsammikan? Yo'l bo'lmish. Brat, ko'pirsanmi? Ovqatni o'zi bizga kelibdi-ku. Yuhu! Hey, biz seni hozir yeymiz. Brat, ana bunga nima bo'lgan? Cho'ta ana buning kayfiyati yo'q-ku. Yani boshqadan toparmish, aytadi ana buning kayfiyati yo'q-ku. Juda xafa bo'lib yurgan ekan. Ha, to'g'ri desam, biz bu zombi emasmiz-ku, biz tarbiyali zombimiz-ku. Birinchi marta olmos topgan edim, uni ham oldirib oldim. Xo'p, xafa bo'lmayman, yana toparman. Keldim. Achiq qorong'i bo'lib ketdimi? Voy, tun bo'lib qoldimi? Menda hali ham eshik yo'q-ku. Voyda, zombilar, qutqaringlar. Brat, qutqar meni, пожалуйста. Brat, qutqar. Ana bu yoqda zombilar meni hozir yeb qo'yadi. Ochiq turibdimi? Tez. Yetolmadik. Maza qilib ovqat yeymiz biz yegan edim. Brat, meni kechir, sening uyingda yomonlaganim uchun. Sening uying zo'r. Men esa sening uyingni yomonladim. Men sendan xafa bo'layotgan yo'qman-ku.
Yo-mayo, oyun qotyapti. Kısata Brad boya men almas topdim, lekin bitta olib ketdi. Mayli, keyinroq ikkalamiz toparmiz. Kel tong otguncha shunda o'tirib turamiz. Kravat bo'lmagani yomon. Olma yeysanmi? Ma. Qani Brad? Yetmayapti-ku. Aytgancha Brad menda bor-ku. Oy, nima tovush chiqyapti? Zombilar yuribdimi? Ha, senmi qurilayotgan? Qo'rqib yubording-ku? Voy, kun chiqibdi-ku. Maza qilib uxlab oldim. Vau, tashqari zo'r bo'lib turibdi-ku. Ketdik, Noob. Davay, hozir kelaman. Mayli, uxlayver. Turgandan keyin tashqariga chiqarsan. Ha, olma mazali bo'lib chiqibdi. Ana bu yerda nima turibdi? Boqma. Ha, bu Noobning uyimi? Noob qurganmi? Voh, nimaga mening uyimga kelib turibdi desam, kechirim so'rab, hech ham o'zgarmaydi-da. Noob, men oldindan bir narsani ko'rib turibman. Yo'q, ortda hech narsa yo'q-ku. Molsanmi? Oldida deyman. Vau, Noob, bu jitalarning uyi emasmi? Yo'q, bu yoqda sunduq bor-ku. Sen unda sunduqlarni yig'ib ber, men bu yoqqa kitoblarni yig'ishga ketdim. Kitoblarni nima qilasan? Landa unda men ketaveraman. Sunduqda nima bor ekan? Tak, nima bu? Nima bola bu? Ko'k rangdagi foydasi bormi o'zi? Turga qarasam foydasi yo'q o'xshaydi. Zoto temir topdim, brat. Rodnoy, biz kurtoymiz. Bizlarda temir bor. Mana bu esa kerak emasga o'xshaydi. Shuning uchun laqtirib beraman. Bizlarda temir bor-ku. Brat, temir. Menga o'xshagan krutoy popochlar bormi? Yo'q albatta. Mana bu iyrikda boyaga narsaga o'xshagan rang-ku. Qarang, brat. Nima narsa? Nima ko'rsatmoqchisan? Boya sunduqdan shunaqa tosh ko'rdim, lekin laqtirib yubordim lavaga. Molsanmi, u olmos-ku. Voy, naturi, yo'q-mo'ya, ikkinchi marta yo'qotib oldim. Nicho, brat, yana topamiz-ku. Bu yoqqa kel. Iltimos, menga tegmang. Ikkinchi qism chiqsin desanglar, kanalga obuna bo'lib, kolokольчикni bosib qo'yinglar. Chiqqan vaqtida unutib ketmaslik uchun. Yana bu serialda sirli belgi bor. Uni topib kommentariyaga yozib qo'yinglar.